Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mana hozir testlarga kirish masalasi. Mana birinchi mavzuyimiz mana. Mana testni tanlash degan joy bor, test savollari. Tizimga kirish degan bo'limimiz bor. Tizimga mana kirasiz. Bunda mana viloyat tanlaysiz mana. Surxondaryo viloyati masalan, Angor tumani, mana bu joyga 6-maktab masalan, 6-maktab. Keling familiyasi deylik o'sha Karimova Feruza deb yozaylik. Mana so'rov chiqadi. Robot yoki robot emasligingizni, bot yoki bot emasligingizni chiqadi. Mana savol tayyor mana. Mana uskunalar paneli qaysi menu yordamida yangi hujjat yaratish mumkin? Mana bu yerda savollar tayyor turibdi. Ctrl bilan balonni aylantirsangiz yaqiningizga kelishi ham mumkin mana. Mana savol mana birinchi javob sazdat bo'ladi. Ikkinchisi menu qaysi menu yordamida xotirada faylni ochish mumkin? Bu yerda открыть mana deylik, открыть ikkinchi bo'ladi. Shu tariqa rasmlardan iborat bo'lgan rasmlar mana keling shu mavzularni belgilaymizda javoblarni belgilab ketamiz mana. Ixtiyoriy keling javob berdik deb faraz qilamiz mana. Mana. Lekin javob berish shart. Mana berib qo'ydingiz. Va yakunlash degan tugmachani bosasiz. Natijada bu natijangiz mana aytiladiki, Karimova Feruzaga 10 ta savoldan 4 ta javob berdi va 40 ball berdi. 40% bajarganini ko'rinib turibdi mana joyda. Bu endi talabamiz mana Karimova bundan masalan shunaqa 4 ta javob bo'lganligini bildi va qayta yechish, ya'ni qayta topshirish degan bo'lim bor. Yana bir marta bosadi. Yana qaytadan shu savollar, masalan kamchiliklarni bilgandi-ku. Kamchiliklarini o'sha topgandan so'ng yana qayta urinib ko'rish imkoniyati bor. Maqsadimiz o'sha mana bu Microsoft Office dasturlaridagi har bir menyular, mana menyularning vazifalari nima ekanligi haqida biz tushunchaga ega bo'lishga, mana bu вставить nima, вырезать nima, kopировать nima, shuni ko'rish orqali, ya'ni ham ko'radi, ham taniydi, hamda bir format abzatsu masalan. Mana shu har birini alohida qilib vazifa qilib berganmiz. Buni deylik mana Karimova Feruza topshirayotganligi ballarini keyin mana bu joyda onada ko'rib turish mumkin. Telegramda ko'rib turish mumkin. U javoblarni natijalar menga o'sha adminga kelib turadi. Rahmat, salomat bo'lingizlar.